Assalomu alaykum qarindoshlar. Jenkins asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 3-chi qismliq dars. Biz oldingi qismliq darsimizda Jenkinsni kompyuterga qanday qilib tushirish va hisoblash to'g'risida to'xtalgan. Bu qitim shuning davomi, ya'ni Jenkins ichkilab kiramiz. Jenkins odatda biz masalan localhostni assaq, localhost osmchiga 8080 deb bilan bassaq, ana Jenkinsga ulindi. Hamda sizlarningki masalan ulanmagan bo'lsa, chunki biz homebrew orqali 3-chi taraf homebrew orqali ochildik-ku. Ba'zanlar hamda qo'zg'atmagan bo'lsanglar, shuni bevosita localhost osmchiga 8080 ni bassanglar, mana chiqmasligi mumkin, qo'zg'almasligi mumkin. Ko'pincha ahvollarda chiqadi, ammo chiqmay qolib qolsa, qanday qilamiz endi? Biz oldin qitim Jenkinsningki organ bitida esinglarda bo'lsa, Homebrew'ninki doim ishlatadigan buyruqlarga to'xtalgan. Mana bu Homebrew'ning buyruqlari. Mana bilan qochilgan nashrni nima? Qochilgandan keyin shu Jenkinsni qo'zg'atgan, undan keyin o'chirayotgan bo'lsak, mana bilan qanday qayta qo'zg'atamiz terminaldan. Masalan, brew services restart Jenkins LTS. Agar bu localhost 8080 ni biz kirsanglar chiqmay qolib qolsa, odatda chiqadi, ha? Mana successfully started deydi. Hamda shu localhost 8080 kirsanglar tizim kirish bitik chiqadi. Endi buningga biz oldingi qism darsda biz o'zimiz bir qoshlash jarayonida bir ishlatgichini qanday iltimos qilgan shunaqa. Bu yerdan yana birdan iltimos qilsanglar bo'ldi. Yoki bevosita shu qaysini ishlatgan bo'lsanglar shu bitta iltimos qilib kirsanglar bo'laveradi. Sign in qilib kiramiz. Mana bu ko'rdingiz o'zi. Jenkinsniki. Hamda diqqat qilgan nuqta nima degan chaqda biz ko'pincha ishlatadiganda new item bor, sol tarafda qarasanglar, new item bor, new item yangidan birdan qurmoq, ya'ni job deydi, Jenkins job qurmoqchi bo'lsak, yoki agent qurmoqchi bo'lsak, undan keyin to'xtalmay, shu new itemdan quramiz. Masalan, bu yerda men simple free project deb qo'ydim-ku. And then people degani kishi degan gap, ya'ni ishlatuvchilar demakchi. Uni saltirib to'xtalmay, eng muhimi hozir biz uchun. Eng muhimi manage Jenkinsni boshqarish. Mush ko'znakdan ishlatishni o'rgansak asosli o'timizdan chiqa oladi. Bu Jenkins boshqarishda biz ko'p diqqat qildig'ini, masalan configure sistemini seplash, global tool configuration, manage plugins, ma plugins degan qistirma. Biz Jenkinsni qochilgan chaqda bevosita mushular tavsiya qilgan qistirmalarni qochilmagan bo'lsa-ham hech qisi yo'q, bundan qochilsaq bo'laverdi. Ma u manage users, ma security ma'noda foydalanamiz. Undan keyin manage users degani ma ishlatuvchilarni boshqarish. Biz qayta iltimos qila olamiz degandek. Masalan, birinchisi configure system. Mana bosma. Bassam qanda? Bu sisteminingki mush configuration, ya'ni seplash chiqadi mush ko'znak. Qarasanglar, bu yerda birinchisi home directory bor. Home directory degan o'zinglar masalan mush Jenkinsni qaysini qo'shilgan bo'lsanglar, chunki men Mac OS o'g'achqa, Mac sistemisi. Windows qaysini qo'shilmoqchi bo'lsanglar, mush adresi chiqib turdi. Home directorydan. Endi sizlar masalan bu Jenkinsni qo'shilgan chaqda nimasi bo'shliq kichikka qo'shib qo'ygan bo'lsanglar, mush home directoryni o'zgartirib bo'ldi. Qanday o'zgartirma degan chaqda yangidan bir home directoryni qurib, terminaldan shu export undan keyin shu yangi qurgan home directoryga adresini bisib, shuni yurgizsanglar, shu yangi home directoryga yangi bir adresga yetkazildi. Menimcha, agar sistema bo'shliq kichik bo'lib qolgan bo'lsa, ayirganmiz Jenkinsga. Agar kichik bo'lmasa, buni bevosita ishlasanglar bo'laverdi. Undan boshqa localhost, adresi mana Jenkinsningki adresi. Biz buni boshqa o'zgarsanglar bo'ldi, lekin endi 8080 bir nimaga taqashmagandan keyin biz mush localhost ishlatib olsak bo'laverdi 8080 ga.
Odatda masalan rasmiy project bo'lib qolsa, bu yerga to'g'ri adres bo'ldi buningki. Jenkinsning o'zi qanday hisoblagan bo'lsa adresini, ular bevosita uni maxsus bir DevOps deb bir guruhi boshqurdi uni. Shular masalan buni AWS qachilagan bo'lsa yoki qaysi Azure qachilagan bo'lsa, o'zi hisoblak orqali sizlarga shu adresi, andan keyin credentials, ya'ni ishlatuvchining ismi, masalan biz bu yerdan iltimos qilgan bo'lsak, iltimos qildik-ku qachilagan chog'da ismi. Ular sizlarga bevosita qanday access, ya'ni sizlarga kiradigan accessni berdi. Bu diqqat ham home directoryni almashtirmoqchi bo'lgan bo'lsanglar ko'rsatadigan hozircha agar almashtirib qo'ygan deganda bizniki bek jiq ishimiz qolmaydi. Endi buning keyini yansaq manage plugins. Manage plugins nasaq buningga biz qistirmalarni biz tavsiya qilganda qashlab qo'ygan. Agar qashlamagan bo'lsa hech yo'q. Biz masalan qaysi qistirmani biz izlamoqchi bo'lsak, mush filterga besib shuni izlasak bo'ladi. Biz ko'pincha masalan biz git qistirmasini qashlanmagan bo'lsa, masalan gitninki tanlab download now and install after restart qashlab qo'yamiz. Tanlasak o'zi pending tushadi degan gap emas, mana download tushib bo'ldi. Kelar qitimni qo'zg'atgan chog'da qachilindi dedi. Oldin pat qaytib o'tdim qanda. Andan keyin masalan Cucumber report deymiz. Cucumber reportni ko'p ishlatadi. Uni keyin to'xtalamiz, masalan ishlatgan shu frameworkga asosan shu san bo'ldi qistirmalarniki. Buni qashlanadi. Hamda people. Hozir men qanday Uyg'ur IT deganlarni qurib qo'ydim. Men sizlar yangi mushadan boshqarsizlar, masalan Uyg'ur IT ni bisib buningki add description qatmoqchi bo'lsak, bu masalan manda ishlab kuchi degandek bu bek ilqa nima deymiz? Hozir sizlarga ishlab ketmaydi. Hamda manage Jenkinsda, bu yerda manage users deb. Ammo manage users kirib, buni ham rasmiy biz qanday tanishlaymiz. Email adres, hamma bir narsani qaytib password, agar siz admin bo'lib qolsanglar, shularni o'zgartib bexatarlik turini, masalan time zone hamini tanlay olamiz. Bu faqat qanday Uyg'ur IT deganninki sen o'zingning ismi qaysi bo'lgan bo'lsa, masalan buni keyingi yondirib manage usersdan foydalanib shuni konfigure qila olamiz. Bugungi darsimiz mushagicha. Hozircha ozroq tanishib, o'zinglar birdan kirib, ko'rib, mashq qilsanlar, kelar soatlik darsimizda biz texnik tafsiliy to'xtalamiz. Rahmat.